Bugun qalbimda biroz boshqacha tuyg'u bor. Bir tomondan barakali Ramazon oyi davom etmoqda va bugun uning 3-juma kuni. Lekin bugungi kun men uchun yana bir sabab bilan ham juda muhim. Bugun otamning vafot etgan kunlari ham. Shunday muborak kunda ularni yanada ko'proq eslayman. Hozir men Toshkent shahridaman. Ramazon oyidagi juma kuni bu yerda juda ham sokin va ruhga yaqin muhit bo'ladi. Masjidlarga uzoq yaqindan odamlar keladi, saf tortib namoz o'qiydi, duo qiladi. Va atrofda juda chiroyli ruhiy sukunat seziladi. Bugungi videoni men otamning xotirasi uchun ham ulashyapman. Alloh u kishining gunohlarini mag'firat qilsin va qabrlarini jannat bo'glaridan bir bo'g qilsin. Ramazon bizga shuni o'rgatadi, yaqinlarimizni eslashni, ular uchun duo qilishni va Allohdan rahmat so'rashni. Agar sizga bu ruhiy muhit yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalni subscribe qiling va duolaringizda otamni ham eslab qo'ying.